Peygamberimiz deydi. Kim жақшылап дәрат алып, andan keyin shahodat kelimesini aytsa, ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu dese, 5'tin 8 eşigi teң açıladi. Qaysınısından kalasa girsin dedi. Demek da'vat algandan keyin shahodat kelimesini aytish kerak ekan. Da'vat algandan keyin ne qilamiz kerak? Da'vat olib bitdingiz da. Endi da'vat olib bitgandan keyin shahodat kelimesi. Ashhadu an la aytadichi? Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Bitti. Mana şu shahodat kelimeni da'vat olib bitgandan keyin aytish kerak. Bu aytganda sizga ne bo'ladi? 5'tin 8 eshik açıladi. 5'tin qancha eshik açıladi? 8 eshik açıladi. Qaysinisidan qalasa kirsin dedi mana. Umar raziyallohu anhu payg'ambarimizdan ushul aytganini uqqan ekan. Bu qaysi hadisda kelib o'tadi? Muslimda kelib o'tadi, Abu Davudda kelib o'tadi, Termiziyda kelib o'tadi, mana Ibn Majada kelib o'tadi. Aytib juramizmi inshaalloh? Endi kun sayin 5 jolu, gede andan az, gede andan ko'p da'vat olib qolamiz. Bu da'vat olgan sayin unutmаңыз. Сразу shahodat aytыңыз. Da'vat olgan sayin negini? Bu sünnet dağı, payg'ambarimiz atqarganini biz de atqaramiz. Ikkinchidan foydasi ne? Maşallah, bunaki 5'tin 8 eshigi sizga ochiq. Şunu bardıq musulmonlarga bilmegenlerge үйretip koyaylı. Bilgenlerge eskertip koyaylı. Gede bilip dele unutup kalıp aytpay koyat da. Oşonu kichine da'vat algandan keyin uyingizdi chiqarib qo'ysangiz, ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Janingizdagılarga da eslep qoladi da. Tamaq jegende o'zi bismillah deb yeyish kerak. Bismillahni aytgan sünnet. Bir uyinni chiqarib aytgan mustahab. Al özünçü. Ne için? Dasturxonga o'tirganlar ancha-munchasi dunyo menen alek bo'lib, bismillahsi yo'q ele boshlab qolishi mumkin da. Sizni uga qalib, bismillah ichish kerak deb onam siz ularga bir sebepchi bo'lib qolasiz. Biri kichkina qayg'ida, biri xursandchilikda, biri dag'i shuna bir g'aflatda, bexabarlikda, o'shalarga eslatib yuretinde uyinni chiqarib qo'yish kerak. Atak ichingizda bismillahirrohmanirrohim desangiz yetishdi-la. Uyinni ichingizdan aytsangizlar, sirtingizdan aytsangizlar sünnet. Biroq sünnet ko'p. Plus mustahabı qo'shlatganday boshqalarga dag'i siz inshaalloh o'g'itlab bo'lsa o'shalarga eslatib qo'yasiz. Xuddi o'shanday ham shahodat kelimasi dag'i misali jalpi bunday da'vat olgan yerlarda ancha-munchalar unutib qoladi da. O'shaga uyinni chiqarib qo'ysangiz kichkina ko'tarib o'ta xafa qiqirib olgan to'polon chiqarib. Endi ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Bitti. Bu ham ne bo'ladi ekan? Aytib qo'yingiz, o'shani aytib qo'yinglar, 8 eshik ochilib turibdi.